Assalomu alaykum kanalimiz obunachilar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar. Bugungi videomizda biz mana shu Sweepix saytida silver uroveniga chiqarib ko'rsataman. Videoni o'tkazmasdan ko'ring, o'sha videoda qanday qilib risk qilmasdan оборот qilishni ham o'rgataman. To'g'ri, bu оборот qilishni deyarli juda ko'pchilik biladi, lekin kimdirlar bilmay ekan. Qanday, misol uchun o'sha ruletkada оборот qilish boshqalarini, kimdirlar pul kirgizishni ham ko'rsating. O'zi qanday akkaunt ochiladi, shunaqa savollar ham bo'lib chiqadi do'stlar. Mana kirsanglar, mana hozir aytaman. Mana birinchi Sweepix haqida qo'ygan videoyim mana. Qanday qilib o'sha meni referalim bo'lish, kapchadan bir yarim ko'proq pul ishlash haqida. Keyin bu yoqda mana Sweepix saytida silver o'rniga chiqish degan video. Endi aynan silver darajasiga chiqib ko'rsatmaganman. Asli bugungi videomizda ko'rasizlar mana shu hozirgi videoda. Просто bunda o'sha level oshirishni, qanday level oshirish kerakligini, o'sha strategiya taktikasini ko'rsatganman. Oddiy ruletka o'yinida. Endi bu bilmaganlar uchun yana yozmanglar kommentariyada. Bu oson-ku. Nimasini o'rgatgansan, hamma biladi demanglar, bilmaydiganlar ham bor ekan shu narsani. Odamlar уровень ko'taraman deb Games'ga kirib, Dice'dan boshqa o'yinlarda pulni cho'zib qo'ygan ekan. Shu tinchgina o'sha ruletkada уровень ko'tarib qo'ygan yaxshi. Xo'p, bu qaranglar. O'sha videoda men hammasini aytganman. 1,5 marta ko'proq pul ishlash, ro'yxatdan o'tish, ichiga pul kirgizib ham ko'rsatganman. Bunda esa o'sha ruletka o'yinidagi taktikani ham ko'rsatganman. Endi bugun ham ko'rsataman. Xo'p, qaranglar mana. Xullas aytganimdek, mana shu ikkita videoda ham yaxshigina ma'lumot olasizlar o'zingizlar uchun bir ko'rsanglar, agar ma'lumotga ega bo'lmasanglar. Xo'p, endi qaranglar. Men hisob-kitob qiluvdim. Sizlar yangi akkaunt ochsanglarda, misol uchun уровеньlar sizlarda stone уровеньda bo'ladi, soatiga mana shuncha arzimagan suy olasizlar. Hech bo'lmasa sizlar silvergacha chiqsanglar, silver endi bu degani shu o'rtachadan sal pastroq goldga chiqsanglar normalni. Platinumga chiqsanglar undan ham zo'r. Endi platinumga sal ko'proq pul ketib qoladi, lekin riskdan qo'rqmaydiganlar bo'lsa, harakat qilib ko'rsin, lekin men maslahat bermayman, chunki bu saytlarda pul yo'qotish oson, shuning uchun tinchgina qadamma-qadam birinchi silverga chiqinglar, bir ishlab yurib pul chiqarib, keyin pul yig'ib, keyin goldga harakat qilinglar, lekin golddan platinumga o'tish sal qiyinroq, shuni aytib qo'yay. Bu goldgacha bir amallasanglar bo'ladi-ku. Goldgacha adashmasam уже $100 $100 sal kamroq pul ketadi. Riskovat qilmasdan chiqaman desanglar. Riskovat qilmasdan chiqaman desanglar $100 sal kamroq pul ketadi. Silverga esa 2,7 ta suyi. Bu degani taxminan $10 ga ham bormaydi-da, buni olib qarasa. $10 ga ham bormaydigan summa. O'zi qarangchi, suyining narxi hozir 2,78. Buni uramiz endi buni kalkulyatorga. Kelinglar 2,78 emas, $2,8 deymizda. Buni uramiz 2,7 ga. Nima uchun 2,7 ga? Chunki 2,7 ta suyi bilan yangi akkaunt ochilgandan, yangi akkaunt ochsangiz sizlar silverga chiqa olasizlar. 2,7 ta suyi bilan. Riskovat qilmasdan turib. Hop, ko'paytiramiz. $7,56. Ko'rdinglarmi do'stlar, o'rtacha $8 atrofida chiqa olsanglar bo'lar ekan. Bu degani o'zimizning so'mda 110 ming so'm, shunaqa 120 ming so'm atrofida. Lekin hozir o'tirib ikkita og'ayingiz bilan bitta lavash yeb, yana ketdan bir nima yeb, yana bitta kola olsanglar, уже 150 ming bo'lib turibdi. Undan ko'ra, misol uchun o'sha silverga chiqib, o'sha pulga silverga chiqib qo'yganingiz yaxshi big saytlarda. O'sha passiv pul ishlab yuraverasiz. Xo'p do'stlar, bo'lmasa aytganimdek, o'sha videoda ko'rsatganman, dash depozit akkauntlarni ochib menga qanday referal bo'lish mumkin, mana почти 16 minutlik videoda. Bunda esa mana 14 minutlik videoda qanday level oshirish taktikasini ko'rsatganman o'sha ruletkada. Bu ko'p kishi biladi, endi bilmaydiganlar uchun. Mana bugun ham sizlar bilan 2,7 ta suyi bilan chiqib ko'ramiz. Qaranglar, men depozit qancha qilganman, hozir ko'rsataman sizlarga. Qancha depozit qilganimni. Mana depozit 2,34 ta bo'lgan. Men o'zim kapchalardan yig'ib juda ham aktiv bo'lib yig'ib 2,86 ta qildim. Men bu depozit qilganimga mana 8 kun bo'libdi. Men bu sayt ochilganiga 8 kundan ancha oshdi. Men undan oldin ham o'zi kapcha olib ketayotgandim. Keyin orada bir nimaga chiqib qo'ydim, mana Ironga chiqib qo'ydim. Irondan bronzaga qarab ketyapman mana. Endi bugungi videomizda sizlar bilan silverga chiqib ko'rsataman. Buning uchun biz bu yoqda o'yinlarga o'tamiz. Qaranglar, hozir menda o'zbekcha turibdi, e'tibor bersanglar. O'yinlar, pul ichish, sozlamalar. Aslan lekin bu yoqdan o'zbekcha qilish uchun language ga bosib, o'zbek tilini tanlab qoldirsalar bo'ladi. Xo'p, xullas o'yinlarga kiramiz. Agar sizlarda inglizcha bo'lsa games bo'ladi. Kirgandan keyin qaranglar, boshqa o'yinlarga e'tibor qilmasdan faqat ruletkaga kiringlar. Maslahatim umuman boshqalarga e'tibor dars sinov uchun ham kirmanglar maslahatim. Chunki qiziqib qolsanglar, 1 so'mni 2 so'm qilaman deb pulni yutqizib qo'yishinglar mumkin. Xo'p, ruletkaga kirdik. Kirganimiz bilan qaranglar, bizda shunaqa oyna chiqadi. Endi qaranglar, meni balansim sal ko'proq bo'lgani uchun 1 milliondan bosaman. 1 milliondan bosamanda, aslan agar hal balansinglar misol uchun 0, aytaylik 0,1, 0,2 shunaqa kichikroq summa bo'lsa, 10 ka, 100 kadan bossanglar bo'ladi. Men balansimda уже
почти 3 ta sui bo'lgani uchun 11 milliondan bosdim. 1 dan. Xo'p, endi sal yaqinlashtiramiz. Keyin qaranglar. 1 millionga bosdim. Mana shu 36 ta raqam bilan birga 0 ham bor-ku, obsho 37 ta raqam. Ana shuni hammasini ustiga bosib chiqaman mana. Boshladim 36, 35, 34. E'tibor beringlar, misol uchun mana 33 mana. E'tibor beringlar, 33 ustiga to'liq qoplamadi. Bu yoqlarda bo'sh joy qolib ketdi, bu yo'q esa liniyadan chiqib ketdi. Mana shu narsa umuman mumkin emas. E'tiborli bo'linglar. Orada shu raqamga tushib qolsam, adashmasam tushib qolmasam, pullarni ko'p qismini sliv qiladi. Shunga e'tibor beringlar. Agar men xatolik qildim, endi nima qilay desanglar, bu yoqda bitta bekor qilish tugmasi bor. Mana shunga bitta bosasizlar, yana o'sha 1 millionga bosasizlar. Ya'ni undan oldin qolganlarga qanaqa summa qo'yayotgan bo'lsangiz, bunga ham xuddi shuni bosasizlar-da. Ketdi, mana davom etamiz. 33, 32, 31 shu tariqa xullas e'tibor beringlar, mana xuddi mana shu aylana to'liq qoplanishi kerak. Mana liniyasiga mana shu qizil chiziqdan o'tib ketmayapti. Bu yog'i ham xuddi shunday. Yoki mana bu tomonda yoki bu tomonda masalan shu aynan raqamni yopish kerak. Shundan sal e'tiborli bo'linglar. Xo'p, men videoni pauza qilib turaman. Hamma raqamni ustiga qoplab chiqqach, keyin videoni davom ettiraman. Xo'p, qaranglar, hozir men 36 ta raqamni ustiga qoplab chiqdim. Hammasiga 1 milliondan qilib. Xullas, sizlar aynan 1 million qilishlar shart emas. Masalan, 100 kadan boshladinglarmi, hammasiga 100 ga qo'yib chiqinglar. Keyin bitta narsa. Hozir ayrilma chiqib qopti. Mana shu 0 ga tikmasa, 0 ni ustini qoplamasa, 1x dan ketaveradi-da, pulinglar siz bo'lmaydi. Bo'lmagan narsa, unaqa narsa qilib o'tirmanglar hech qachon. Har doim 0 ni ustiga ham qoplansa, mana 0 ni ustiga ham bitta bunday bosib qo'yinglar. Chunki o'sha agar 0 ga tushib qolsa, mana yerda tikayotgan pulinglar hammasi minus bo'ladi. Bu sizlarga ziyonga ishlaydi. Keyin sizlar boshda 1x dan ketyapti, zo'r deyishlar mumkin, lekin keyin 0 ga ko'p tushaveradi. Sizlar o'sha 0 ga tikmasanglar 0 ga ko'p tushadi, pulinglarni tezroq sliv qilishga harakat qilasiz. Shuni tinchgina mana shu 36 ta raqam bilan birga 0 ga ham ustini qoplab qo'yishinglar kerak shunaqa. Xo'p, do'stlar, bitta narsaga e'tibor beringlar. Men hozir 1 milliondan tikdim, balansim 0.037 bo'ldi. Agar shuni hozir 10 milliondan qilganimda 0.37 bo'laydi. Keyin men hozir videoni pauza qilaman. Xullas, общий sizlarga 10 million qilib ko'rsataman-da, 10 milliondan har bittasini ustiga qoplab, keyin yana videoni davom ettiraman. Xo'p, mana ham endi 10 milliondan har bitta raqamni ustiga nima qoplab chiqdim. Bo'ldi, endi nima qilamiz? Endi mana yoqda pastroqqa tushsak, mana avto turibdi. Avtoga bitta bosamizda bo'ldi. Avto aylantirishga bosamiz o'zi. Qaranglar, 0.37 tadan tikib boryapti, mana jami tikish. Lekin minus bo'layotgan summaga qarasanglar 0.01. Demak, 0.37 ni 0.01 ga bo'linglar. 37 chiqyaptimi? Sizlar xulosa qilsanglar, bitta sui yo'qotib, ya'ni o'sha bitta kriptovalyutasini yo'qotib, sui kriptovalyutasini 37 ta оборот qilasizlar. Endi keyinchalik o'zingizlar bronzaga, silverga, goldga qancha summa ketishini hisoblab olsanglar bo'ladi. Mana только 0.97x mana hammasiga bir xilda minus bo'ladi. Qanaqa raqamga tushsa ham, bu 0 ga tushsa ham, boshqasiga tushsa ham, xullas mana shunaqa. Bu level ko'tarishning eng xavfsiz usuli. Uzr do'stlar, tilim kelishmay qoldi, muhim gapdi. Xullas, bu level ko'tarishning eng xavfsiz usuli. Xo'p, hozir mana bizda level oshirish jarayoni ketyapti. Xo'p, do'stlar, shunday qilib levelni xavfsiz ko'tarib olasizlar, risk qilmasdan, to'g'rirog'i. Risk degan nima? Risk bu xavf-xatar. Xavf-xatar degan, misol uchun, Gamesga kirib Dice yoki boshqa limbo o'yinlarida 1 so'mni 2 so'm qilaman, ana shunday qilib ham pulimni ko'paytiraman, ham оборот qilaman degan xom-xayollarni yig'ishtiringlar. Undan почти 90% odam pulini yo'qotadi u narsada, boshqa o'yinlarda. Tinchgina mana shu ruletkada mana shunday qilib qo'yib, kutib o'tirib, mana shunday o'zi balansinglar tugashini kutsanglar bo'ldi. O'sha yaxshigina levellarni oshirib bergan bo'ladi. Aynan pul kiritish shart emas. Bemalol pul kiritmasdan ham kapchalardan yig'gan pulinglarga level oshirib, sekin-sekin keyin ham bu yoqdan kapchadan yana pul yig'ib, uni bemalol chiqarib olsanglar bo'ladi. Muammo bo'lmaydi. Bunaqa narsa yo'q, bu qanaqadir hype proyektlar emas. Hype proyekt degani, misol uchun qanchadir pul tashlaysan, kuniga qanchadan pul berib boramiz, keyin pulingni chiqarib olasan. Uni hype proyektlar kerak bo'lsa 3-4 kun ishlaydi, bir hafta. Endi ayrim hype proyektlar uzog'i, adashmasam 1 yilmi, 2 yil ishlagan. Lekin bu pik saytlar bir necha yil, 4-5 yildan beri ishlab kelyapti. Juda ishonchli. Shu paytgacha hali hech kimni pulini to'lab bermasdan yoki misol uchun balansdagi puli yo'qolib qolib, unaqa narsalar bo'lgan emas hali hech kimda. O'sha pul kirgizish chiqarish adresdan to'g'ri kirsanglar bo'ldi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Biz endi nima qilamiz? Pulimiz 2.86 edi. 2.7 ni ayirsak,
0.16. Balansimiz 0.16 qolgunicha biz o'ynashda davom etamiz. To'g'rirog'i mana shu kutishda davom etamiz deganim. Videoni yana pauza, hozircha videoni pauza qilaman. Balansimiz 0.16 bo'lsa, keyin videoni davom ettiraman. Xo'p, mana do'stlar, bizda hali hamon оборот bo'lmoqda. Xullas qaranglar, bu yoqda balans o'ynab turibdi. Hozir mana 0.34 bo'ldi. Tikkandan keyin yana joyiga qaytsa 0.7 bo'lyapti. E'tibor bersanglar. Xullas mana shu 0.7 bo'lgani bor hozir mana 0.69 bo'ldi. Mana shu narsa 0.37 bo'lguncha o'zi avtomatik aylanadi, keyin to'xtaydi. Hisobingizda balans yetarli emas deb. Mana shunaqa jarayonga borishni hozir kutamiz. Mana e'tibor beringlar. Bu yoqga mana balansimiz уже 0.36 qanchadir ham qoldi. Ya'ni 0 tikilayotgan summa 0.37 dan kam qolgani uchun bu yoqga tikmadi. Endi biz nima qilamiz? Biz 10 milliondan tikib chiqqandik-ku. Mana shuni 1 millionga o'zgartiramizda hammasiga bosib chiqamiz. Buning uchun bitta obnovleniya berib yuboramiz. Endi balanslarga qarasa, menda 0.37 jami tikish bo'lgani uchun balansimdan 0.37 dan kam qolgani uchun bu yoqga tika olmadim. Balansingiz mablag' yetarli emas dedi, shuning uchun biza 1 milliondan bosib chiqamanda yana o'sha avtoga aylantiraman. Balansim 0.16 qolguncha bu hisob kitob qilib berdim-ku. Sababini 0.16 qolguncha to yana aylantirishda davom etaman. Xo'p, mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin va oxiri silver darajasiga ham o'tib oldik. Boya hisob kitoblarda sal xatolik ketgan ekan. Menda 0.16 qolishi kerak edi, 0.25 qoldi. Chunki men adashmasam mana bu Ironga ham o'tgan edim. Videoni boshida ko'rsanglar, men Ironga ham o'tib, o'sha bir 2 tami 3 ta suyi оборот qilib qo'yganman. O'sha yig'gan kapchalarimdan keyin shuni hisobiga menda pul ortib qoldi. Bu hisob kitobda sal adashgan ekanman. Xullas, yomon emas, 0.25 ta suyi ortib qoldi. Xullas, hozircha depozitga pulinglar bo'lmasa, o'sha kapchadan yig'ib ham keyinchalik o'sha men hozir o'rgatgan strategiya, taktikadek оборот qilsalar bo'ladi. Riski deyarli yo'q. Riski yo'q desam bo'ladi, chunki boshqa games o'yinlariga o'xshab pulinglarni 1 so'm, 2 so'm qilaman deb yutqizib qo'yadigan joyi yo'q. Prosta оборотga ishlaysizlar, keyin bu yoqdan levellarni oshirib, mana menga o'xshab silverga chiqib kapcha olib yurasizlar. Mana hozir menga 2 kun davomida 2x kapcha uchun berdi. Bu degani men soatga qarab 0.0015 suyi ishlayman-ku. Menga shuni 2 kun davomida 2 barobardan ko'paytirib beradi. Mana x rewardsga bitta bosamiz, mana balansimizga ko'rishingiz mumkin. Mana shuncha suyi kelib tushdi. Endi qaranglar. Biz levelimizni оборот qilganimiz uchun, levelimizni oshirganimiz uchun mana bu yoqda bonuslar ham berdi. 65 ta faukit. Baribir hammasi bu ham 2x dan beradi. 2 kunning ichida ulgurib qolish kerak. Olib mana bu 0.315 suyi ber ekan. Bu uncha ko'p bo'lmasa ham qanchadir pulda shu ham suyi. Endi bu yoqdan qaranglar, mana 3 ta chiziqqa bosib, bu yoqdan hamkorlarga bossak, agar do'stlar sizlar to'g'risini aytaman, menga referal bo'lsanglar, mana men bu yoqda 100% ni yoqib qo'yaman hozir. Hamma uchun yoqib qo'yaman. Menga referal bo'lgan odam kapchadan 1,5 marta ko'proq pul ishlaydi mana buni оборот qilganlari uchun ham qanchadir kam olib turadi. Уже menga hozir 0.39 suyi tayyor mana. Qabul qilishni bosaman. Уже balansim 0.64 ga o'zgardi. Ko'rishingiz mumkin. Уже biz mana оборот qilganimiz, level oshirganimizga yana bizga bonus berdi. Bu kimdirgadir referal bo'lsanglar ana shu sizlar referal bo'lgan odam mana shu yoqda komissiya ulushini 100% qilib qo'ysagina sizlar mana unaqa ham kapchadan 1,5 marta ko'proq pul ishlaysizlar mana bu yoqda оборот qilganinglar uchun ham sizlarga pul kelib turadi. Men ham hozir shu uyda bitta telefonimizda ikkinchi telefondan, misol uchun ikkinchi telefonga referal bo'lganman o'zim. Shunaqa qilsalar bo'ladi. Lekin bitta narsa, hamma telefonni bitta Wi-Fi dan ishlatmanglar. Alohida sim kartadagi internetdan ishlatinglar. Misol uchun aytaylik, qanaqadir opangiz bormi, akangiz bormi, o'shaning telefonini Sweepikdan akkaunt ochib qo'yasizlar. O'shani mana yoqdan referalniy silkasini nusxalab, o'zingizlarga tashab, o'zingizlar telefoningizdan referal bo'lasizlar. O'sha misol uchun aytdim, kim akammi, opalaringizmi, kimni telefoni bo'lsa ham o'sha yerda akkauntga kirib 100% mana shu komissiya olishni 100% qilib qo'ysanglar bo'ladi. Yo'q, agar hozircha menda unaqa boshqalarning uyimizda boshqa telefonlar yo'q, bor bo'lsa ham misol uchun qo'ymaydi uydagilar unaqa narsalar qilishga desanglar, meni referalim bo'lsanglar, mana shuni komissiya ulushini 100% qilib qo'yganman men ham referallar uchun. Maza qilib kapchadan 1,5 marta ko'proq pul ishlab, yetmaganga mana level ko'tarsanglar, оборот qilsanglar, mana yoqda ham sizlarga xuddi menga o'xshab pul kelib turadi kam-kam.
Xo'p do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosmagan bo'lsangiz like bosing. Videoni tanishlaringizga o'sha pik saytlarda hali ham urovenni, levelni oshira olmayotgan tanishingizga yuborib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling, bo'lmasa afsuslanasiz. Chunki bunaqa chestni gapiradigan, hamma narsani isboti bilan ko'rsatib beradigan kanal kamdan kam. Ko'p kanallar просто strategiya, taktika chiqarib, mana do'stlar biz 1000 so'mni bugun 10 ming qilamiz, 10 mingni 100 ming qilamiz deb videolar. Do'stlar, meni referalim bo'lganlarga mana shu strategiyani beraman, falon piston. Yo'q, hech qanaqa ishonmanglar, strategiya yo'q. Kimdir agar strategiya, taktikani pulga sotaman desa ham ishonib o'tirmanglar. U taktika, misol uchun sizlar aytaylik, $10 depozit qildinglar. Birinchi kun $10 bilan $12 qilasizlar, keyin 15 kun 20 qilasizlar, keyin yana sekin-sekin oshiraman deganinglarda shunday sliv beraveradi. O'zingizlar kutmagan holda. Shunday startni bosasizlar strategiyaga, riski. O'sha $20 bilan sizlar o'sha nechadir sekund ichida sliv bo'ladi. Bu saytlar shunaqa. Games o'yinlarida odamlarning pulini olish uchun ishlab chiqarilgan bu saytlar. Shuning uchun tinchgina biz o'sha ruletkada urovenimizni ko'tarib, mana bu yoqda kapchadan pul ishlab yuraveramiz. Do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Aytganimdek, kanalga obuna bo'lib qo'ymasanglar afsuslanasizlar. Chunki o'sha har doim chestli ma'lumotlarni berib boramiz, hech qanaqa yolg'on qo'shmasdan, bo'rttirish qo'shmasdan, o'zimizdan kamsitmasdan bor narsani ko'rsatib mana beramiz videoda. Keyingi videoda albatta pul chiqarib ko'rsataman do'stlar, shuning uchun kanalga obuna bo'linglar. Pul chiqarib qaysi kashlyoklarga chiqarsa bo'ladi, qanday chiqariladi, misol uchun o'sha haqida video bo'ladi keyingi videoda. Nasib bo'lsa, keyingi videom 2-3 kun ichida chiqib qoladi. Mayli do'stlar, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.